siz bog'ingizda umuman uylardagi katta bog'larda tegibiga o'tkazmoqchisiz, lekin sizlarda bunday qalin shoxlar bor. Demak, o'sha qalin shoxlar nima qilish kerakligini hozir videoning oxirida to'g'risini tushuntiraman, nima qilish kerakligini. Hozir ko'rsangiz to'g'ri shuni videoni o'shani shuni tushunib yetasiz. Mana bu yerda demak, bu yerda kelamiz, buni kesimni qanaqa bo'ladi bu gilos daraxtimiz hayvon qilingan shu yerdan va tepada kesilganda mana shu holatda bo'ladi. Demak, bu holatda bizlar qanaqa yo'l tutishimiz kerak? Bu yerda mana shu yerda mevalar bor. Demak, bular mevalarni saqlab qolgan holda, mana bu yerda mevalarni saqlab qolgan holda bu yerda kesish amaldan o'tkazishimiz kerak. Demak, birinchi qiladigan ishimiz, demak, liderlarda eng qalinlarini tanlaymizda. Bularni hammasini 10 santimetre qo'yib kesamiz. Va yana kesamiz. Mana 3 ta kesildi. Evet, 3 ta kesildi. Uchalasidan bu yana buni tepasini umuman hozir kessangiz, agar bahorda kessangiz ham farqi yo'q. Buni tepasini to'liq emulsiyaga, ya'ni fasadni emulsiyaga misni aralashtirib surtib qo'yasiz. Bu yerda infeksiya kirmasligi kerak. Bu yerdan kamida har bir joyda 3 ta 9 ta nota chiqadi. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ta. Demak, plus kelasi 14 ta bo'ladi. Yozda bir marta kessangiz buni yana shu 20 ta deyarli shox bo'ladi. Bu shoxlarimizni yon shoxini olib chiqamiz. Bu yon shoxlar olib kerak emas. Yon shoxlar olib chiqamiz. Mana shu holatda kesin. O'sha bilan bizga tugadi. Yozda bir marta demak, may oylarida bir marta kessak, yana bu yerdan 3 ta emas, 6 ta yana har bittasi shox bo'ladi. 20 tadan plus minus 15-20 ta shox bo'lsa, bu uchun bizga ideal forma bo'ladi. Mana shunaqa shakl.